Haydovchilik guvohnomangiz bor? Nima haqqingiz bor unga o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasi. Boshqalarga qilmayman. 30 dan oshiq mashinaga shikast yetkazgan Gentra'ning haydovchisi narkotik moddalarning ta'sirida bo'lganligi aniqlandi. Eslatib o'tamiz, 19 aprel kuni Chilonzor tumani Ipodrom bozorining yaqinida Gentra avtomobilining haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimlaridan qochishga urinib, to'xtash ishoralariga bo'ysunmay 30 dan oshiq avtomobilga shikast yetkazgan edi. Bu yoqqa rulni burib tashladi, men haydab ketayotgan paytim to'xtamadi-da, xo'p to'xtamadim keyin. Ko'p mashina urildi deydi, o'tirib qoldim men. Nechta mashina urgan bilmayman. Ulardan kechirim so'rayman. Boshqani qilmayman. Voqea yuzasidan berilgan qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, ko'rilgan choralar natijasida avtomobil to'xtatilib, uning ichida bo'lgan fuqarolar tekshirilganida haydovchi narkotik moddalarning ta'sirida bo'lganligi aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, hozirda haydovchi va bir nafar yo'lovchi protsessual tartibda ushlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishildi. Mashinaning ichida bo'lgan boshqa yo'lovchilar harakatlariga ham huquqiy baho berilmoqda. Voqealar rivojini Tezlik sahifasida kuzatib boring.